Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi oppozimiz aka-ukalar bugungi kunga 17 mi? Yo'q, 18 mi? 18 noyabr kuni bugun seshanba. Xudo xolasa seshanba akalar, haligina eski obzor deyish yo'q. Sababi 18 kunduzroqqa jicha vaqtimiz borligi uchun kunduzroqqa. Harakat kunduzroq ham bo'lsin deyilayotgan aka-ukalarga kunduzroqqa sharoit qilyapmiz akalar. Shuning uchun bugun 18 noyabr ekan. Seshanba kuni ekan. To'g'rimi? Seshanba kunida har xil gap so'zlarimiz kerak emas akalar. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Telefon raqamlar 90 525 45 45 93 160 99 99 90 648 0001 91 193 0001 raqamlariga murojaat qilinadi. 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'ylar bo'ladigan bo'lsa bemalol. Qani qaysi tomondan boshlaymiz aka? Bismillah. Avvalo hammalarga assalomu alaykum. 2019 Damas so'raganlar. Damas avtomobilimiz to'rtta balolar yaxshi holatda. Yo'q, sotilgan yo'q. Bunisini endi 5000 dollarga qo'yib bera olamiz aka. Generalisidan ichida qo'yib beramiz aka. Xo'p, 5000 dollarga akalar generalisi ichida 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimizni generalisi ichida qo'ydik mana. 5000 dollarga generalisi ichida. Hozir 260 mingmi? Aynan 192 ming yuribdi. 192 ming. 200 mingda. Ha. Bunisini 5000 13-yil mana Nexus 2 so'raganlar. Pasayib 4500 dollar tushdi. Endi bugungi kunga bo'ladiganimiz 4300 dollarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashina ballon, hadovoy, motor, korobka o'ta go'zal holatda. 4000 ga nima dedingiz aka? 4000 dollarga hech nimasi yo'q. 100 so'm generalisiga o'tib berasiz. Hisob 4000 ga generalisi ishirib ketdi. 13-yil akalar. 21-yillar bu. Toza ekan kraskasi. Bu petnos eshigida petnosi bor. Mashinalar go'zal holatda, yurgan probellarni ham hozir jiyanim aytib ketasan-a. Ikkalasini ham akalar molisini 7800 dollarga qo'yib, bu 72 ming yuribdi. 72 ming yurgan ekan bu oqi. 8000 dollarga. Bunimiz 93 ming. 7800 dollar. Nima deysiz? Bo'ladigan qilib aytavering aka. Bo'lmasa molisini 8800 ga qilib beraymi molisini? 7800. Ha, 7800. 7,5 ga qilib bering aka. 7400 ga qilib beraymi? Hisob. Bunisi 7400 yop ketdi. hech nimasi yo'q 7400. Bunisi. Bunisini ham 7400 qilib beraymi? 7200 qilib berasiz-a bunisi. Toza bu kraskasi. Mayli aka. Hisob 7200 ga hech nimasi yo'q. 7200 yop ketdi akalar. 1300 dan chiqaveradi. Bu Damasimiz 2009-yil kraskasi deyarli. Ular ham eshik taglarida bor 30% bor ekan deb. to'rtta balolar yaxshi holatda. 30% deb ayta olamiz, yolg'on. 249 ming yuribdi. Ko'proq 3500 dollardan ikkilari ham Li9 ekan 3500 dollarga qo'yib bera olaymi-ku, nima deysiz? 2000 dollarga qo'yib bering, 3000 dollarga. 3000 ga 2900 ga qo'yib beraymi-ku? 2800 ga qo'yib bering. Hech nimasi yo'q, 2700 ga qo'yib bering. Hisob, eshitgan 2700 yop ketdi. Xolos. Hech nimasi yo'q, aytib ketyapmiz, hech nimasi yo'q akalar. Bir 2700 dollar. Moskarib gaz ovozlari yo'q. Li9 ichlari ham. Bir kunga ketdi. Buni 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 21-yil akalar mexanika. 2 kunga bo'ladigan bo'lsa 3000 dollarga qilib beramiz. 3000 dollarga endi dokumentini ham ishlab beramiz. Hisob. 3000 dollar yop ketdi akalar. 15-yilda ishlab chiqarilgan. Polni shumka 15-yil 8 kilo qo'yilgan akalar. Bir kunga deb qo'ydi, endi unaqa emas 6300 ga qilib beramiz. Bir kunga. Aka 5700 ga hech nimasi qo'yib bering, shuni 6 soat qilib oladi aka. Yo'q-a? Ha, hisobni. 5700 ga hisob qilib qo'yamiz. Kam bo'ldi. 5700 yop ketdi, o'zingizlar o'tkazib olasizlar. Bunisi 2000, 12-yil akalar karismati. 5600 dollarga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bunisini ham 5000 dollarga tini naqd pulga oladigan bo'lsa 5 ga qo'yib beraman. Generalisi bank transport ichida aka. 5000 ga generalisi ham bankdan sotamiz. Naqd pul olib keladigan bo'lsa 48 olib kelsa hech nimasi yo'q. Xo'p bo'ladi. Bunisi 2013-yil kraskasi toza akalar 130 ming yuribdi, avtomat korobka. 77 ga qilib beraylik. Bir kunga hech nimasi yo'q. 7700 yop ketdi. Bunisi 2009-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi 10% bor. 2009-yil akalar bu ham avtomat. Kraskasi yo'q deb oldik, 10% kraska deb aytyapmiz. Yurgan avtomat korobka, gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Oq qor tagiga desanglar, shamolda bor, bo'ron deb aytadi. 5800 dan 5500 ga qo'yib beryapman. 5300 gacha aka. 5300 ga ertaga kunga bo'ladigan generalisi ichida qilib beramiz. 5300 yop ketdi.
Bunisi 2016 16 yil akalar. Mexanika. 4 ta balon yash holatda. Katta krillari kraskasi bor. Bunisini 8200 dollarga qo'yuvdi. Endi bugun kunga bo'ladigan, ertaga kunga bo'ladigan 8000 dollarga bir kunga 8000 dollar qo'ygan. 100 so'm o'tversangiz-chi. Onaxonga 100 so'm o'tverib, generalnikga ishlab beraman. 78 ga bo'ldi. 78 ga bo'ldi. Haligi 2021 yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimizni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11800 dollar degan so'zim, ertaga kunga bitta portlat beraman, like bosishdan to'xtatmay turinglar akalar. Like bosishdan hozir bosadigan joyi keldi, to'xtatmasdan dadadadan radadadan degan joyi keldi, ertaga kunga bo'ladigan 11800 11000 dollarga o'ziga qilib beraman. 10000 dollargacha. 9000 dollarga qilib beraman. 8000 dollarga. Qaranglar akalar, 7000 ga qilib beraman. 6000 ga qilib bering aka. 5500 ga qilib beraman. Hech nimasi yo'q. Akalar 2011 yil Lacetti Gentra qilingan. Tozaga Gentra qilingan ekan. Mashinaning holati haqiqatda 20 ga o'xshaydi. Juda go'zal holatda bunaqa mashinani surmayapti deyotgan bo'lsangiz. 6600 6500 ashaqadan qo'yilayotgan narsa kamyo deb qo'yilayotgan 5500 dollar generalni ishlatib beramiz. Endi bunday qilamiz aka, akam bo'lasiz aka. 5500 ga olti sotisini 200 dollar o'tib beramiz. 5300 ga qo'yib berasiz. Eshitmaslik. Ha, eshitmas yo'q. 5,5 200 qaytib beramiz. 500 dollar mana apkalasini o'zingizlar qilib olasiz. Buni egasi bolalar pul ola olmayapti ekan, nomidan chiqarib olish kerak ekan. Shuning uchun 5500 ga emas, 5300 ga olti sotib oladi. Hisob. Bo'ldi. 5300 ga olti sotib olasizlar. Xolasanglar 5,5 bersanglar olti sotini yarmini ko'taramiz. Qo'yamiz akalar. Bugun 17-chi 18 noyabr hozir qo'yamiz. Sraz kelaringlar, kechgacha soatdamiz. Kechgacha shuning uchun qarab turibsiz akalar. Hozir sraz ketiladigan mashina. Bunisi 17-yil ishlab chiqarilgan. 17-yil. Bunisini kecha 8800 ga qo'yib beruvdik-a kecha. Bugun kunga bo'ladigan 8700 ga qilib beramiz. 8,5 gacha. 8400 dollargacha. 8300 ga qilib bering bo'ldi. 8200 ga qilib beramiz. Hech emas. Bo'ldi. 8200 yop ketdi akalar. Bunisi 2013 yil ishlab chiqarilgan. Bunisini 7600 dollarga qo'yildi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bir kunga bittada portlat beraymi? Like bosishdan to'xtatmay turinglar akalar. Endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6600 ga qilib beramiz. Nima? 6,5 gacha. 6,5 ga generalni ichida qilib beraman. 6300 ga general ichida. 6300 ga ham generalni ham ichidami? Ha. Hisob ertaga kunga Bank transporti ham ichida. Voy, enasini ko'rsatib oramizmi? Hisob. Avtogolov ketadi. Mayli. 5 dan tushib ketib qoladimi? Mayli. 6300 ga generalni ham bank transporti ham ichida. Akalar ko'rib olinglar. 6300 ga generalni ham bank transporti ham ichida. Bunisi 2014 yil ishlab chiqarilgan. 14 yil akalar. Bu hali 7,5 mingda bu. 7,5 minglik mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7300 ga qo'yib beryapmiz. 6800 gacha. 6500 gacha yuk. 6400 ga berasiz. 6300 gacha yuk. Hisob. 6300 ga generalni ham ichida qilib beramiz. Bank transportini ham qo'shib yuborasiz. Qo'shdim, xalq maza qilsin, patga like bosadigan joyini bosinglar akalar, to'xtatmasdan. U degani ikki bir xilop bo'ldi hozir. 6300 dan bo'lib ketdi. Tanlab ola olasizlar ekan endi aka. Bank transporti ham general. 6,5 ham generalni ham bank transporti ham ichida. 3-9 ketimoni ham, maytini ham aytib ketdimki, yangi motor akalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hech bir 1000 dollarga qildirib qo'ydim, 8 million dedim. Ha, 8 million. Anaqalari bilan dedi, 1000 dollarcha ketdi dedi. Balon 1000 dollarcha ketdi akalar, yangi motor. Tayyor 1000 dollarga qilib qo'yilgan. Bunisi akalar 24-25 nomerlari ham juda go'zal. Avtomat korobka. Yurgan 40 ming yuribdi akalar. Orqa krillada petlo kraskasi bor. Orqa eshikda orqa krillari kraskasi bor ekan. Juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinalarni 13800 dollardan to'xtatmasdan sotyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12800 ga qilib beraman. 12,5 ga nima dedingiz aka? 12300 ga nima deysiz? Voy bili. 12 11900 ga qilib beraman. bo'ldi. Rostdan 1450 dan chiqamiz. Endi asha qo'llab dedi. Akalar nominglarga 1450 bilan chiqadi. 1450 Endi odam 2200 ga chiqayotgan mashina. Bo'ldi akalar, faqat bir kunga akalar, bir kunga yangi qirami yurgan 24 Cobalt'ga yop olinglar. Bunisi 25 10 ming yurgan. 25 yil 10 ming yurgan akalar 0 ga. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa. Bunisini 13800 ga qo'yatdi, endi 13200 ga qo'yib beramiz. Uka bu. Hisob bo'ldi. Hech nimasi 13200. Bunisi ham 13200 yop ketdi. Bunimiz 24-chi. 30 ming. Kraskasi toza. Tomchi ham kraskasi yo'q. Bunisini 13300 ga qilib beramiz. Uka. 12,5 ga qilib beramiz. 12300 ga qilib beramiz. Hisob bo'ldi. 12300 yop ketdi. 12300 ga. Bunisi bo'ladi. Yo, nariyadan ketaylik. Bayardan ketib, o'rtadan tugatib qo'yamiz aka.
Bunisi 2022-23 juda go'zal holatda 70 ming yurgan. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13500 ga qilib beramiz. 1600 dollar bilan chiqadi. Bo'ladigan ha u? Bo'ladigan. Bo'ladi. 13500 dollar. Bu mashinamiz sotildi. 13500 ga olib ketdi akalar. Kraskalari toza. Bunimiz sotildi. 30 ming yurgan aka, tonirovkasi Mana 30 ming. Ha, bo'lmasa Bu 22 motori bu. 22 motor. Luki yo'q-da. Mashina yangi mashina, qiziqarli akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, oq qortagi desa, shamolda bor, bo'ronda qaytadi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, buni 14800 ga qo'yganmiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 13800 ga qilib beraman. 13600 gacha. 13500 ga ishtimasi yo'q qilib beraman. Hisob, tamam. 13500 ga olib ketdi. 40 ming yurgan ha. 1,5-1700 ga chiqaveradi. Chiqaradi. Mana akalar hozir aytayotgan mashina Pulka, navorot, pavorotgacha bor ekan buni. Men o'zim ko'rib tekshirib oldim. Mashinani yurishtirishi Tanlab ruxsatnomalari ham bor. Akalar 30 ming yurgan benzinda. Umuman maza qilib minadigan ekan 30 ming yurgan. Endi apkatkadan chiqqan mashina. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisini 14,5 ming dollarga qo'ymoqchi edi. Ukamga aytdim. Ukam bilan maslahat qilgan holatda 14 ga qo'yib beryapmiz. 13700 ga qo'ygan aka. Like patikalar to'xtatmay turinglar akalar 13500 dollarga ishtimasi yo'q qo'yib beraman. Xo'p, 1600 bilan chiqadi. 13500 ga olib ketdi. Tamom. Bunisi ham bir xonasi bilan undan 20 ham go'zal desam bo'laveradi. 22 orqadan bitta qorasidan bu ham bir xil qo'yib beraveramiz-da. 13,5 ming. Ishtimasi yo'q. 13,5 ga olib ketdi Bu bu. ham 1600 chiqaradi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 3000 dollarga bo'ladigan bo'lsa 2 oyligini ham to'lab beryapmiz akalar. 2 oyligini to'lab beradigan bo'lsa 3000 dollarga 3 million so'mdan 2 yil 10 oy qolyapti kredit. Tamam. 2018 18-chi. Buni 2012-yil 12-yil Michael Jackson. Masalan, o'zimiz nomimizda aksion nomerlari bilan O'zim ukamning nomida kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisini 7,5 ming qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7 mingga qo'yib beraman. 200 so'm o'tmadi aka. 6800 ga generalni ham ichida qilib beraman. 6800 ga generalni ichirib olib ketdi. Buni 2016-yil juda go'zal holatda avtomat. Mexanika bu. Mexanika. Piska hamma yo'g'i bor. Endi mashina bitta portlatamiz deydi. To'rtta oladi, zo'r holatda. Dadadan ashitlarga endi bitta like patikalar to'xtatmay turamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Michael Jackson basharalaridan aytib ketyapmiz. Endi bunisiga kelganda 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobil. Rosakamdan Gentra, Michael Jackson emas akalar. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Oq qortagi desa, shamolda bor, bo'ronda qaytadi. Holi emasmi? Holini Toshkent deb qo'li ko'ksida xizmatdaman deyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini 7600 dollarga qo'yib beraman aka. Kecha 8300 ga qo'yuvdingmi? Ha, 7600 dollarga qo'yib beraman. 7000 dollarga qo'yib bering aka. 7000 dollarga? 6800 ga qo'yib bering. 6700 ga qo'yib bering. 6600 dollarga qo'yib bering. 6,5 ga qo'yib bering bo'ladigan bo'lsa. 6,5 ga generalnisi ichida qo'yib beraman. Generalni 6 soat qilib beramiz. Generalni bermaydi. Ichida ekan. 300 berishimiz. Ha. Akalar 6500 dollarga Rosakamni 16-yil Gentra 6500 dollarga tushib ketdi narxi. Endi o'tkazib berishi ham bizdan bo'lyapti. 6350 ga tushib ketdi. 6350 ga 150 dollarga o'tkazib beramiz nomimizga, 300 dollarga nomer qadab olasiz. To'ppa-to'g'ri. Like patkan to'xtatmaydi. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan tayyor krediti bor o'zimiz nomimizda bu. 1 yil 1 oy to'langan avtomat koробка, gaz, suv, svetlar, yo'q, gaz yo'q buni. Gaz qo'yilmagan, teshigi ham yo'q ekan. Gaz qo'yilmagan, yo'q, gaz qo'yilmagan. Teshigi ham yo'q ekan, gaz yo'q ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, buni 3300 ga qo'yuvdi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2500 ga qo'yib beramiz. 2300 gacha. 2200 ga nima deysiz? Hisob. 2200 ga qo'yib beramiz. 2200 berib bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan. 22-yil 80 yurgan toza kraskalar. Umuman kraskasi yo'q, bir tomchi ham ertaga To'rtta bolalar zo'r holatda akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10900 ga qilib beraylik. Hop, 10800 ga qilib bering. Ishtimasi yo'q. Hop, hisob. 10800 ga olib ketdi. Kecha ham hali ham Bunimiz 21-yil. Bunisi 2021 bu ham, pasti 22. Buni ham ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa akam. Tayyor ruxsatnomalari ham bor akalar. 11 dan tushib bera olmadim, kelaring endi. Hali pulingiz anaqa yetishmovchilik deyapsiz. Kelaring endi, olib ketaring. Tayyor mashina. 10800 ga tushdi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 11000 dollarda sizga hali 10700 ga qilib beraman degandim. Buni ham narxi tushdi. 10200 ga qilib beramiz. Nima dedik? 10200 ga olib ketdi akalar. Ichi bolasi ichiramiz. Kelaring singlim. Hali 10700 dollardan kami yo'q deyatuvdim, tushib bera olmayatuvdim aka. Endi 12200 ga olib ketaman. Bu haligi 40000 dollarlik mashina ekan. Cruz. Lacetti Cruz akalar ko'pchilik taniydi. 2009-yil ishlab chiqarilgan, lyuk hamma yo'g'i bor. Mashina go'zal holatda ekan, salonlarni ham mexanika akalar.
Bunisini 7500 dollarga qo'yib beryapti-ku. Ertaga kunga bo'ladigan nechiga qo'yib beryapti? 7000 dollarga qo'yib bering. 6800 dollar. 6,5 ga qo'yib bering. 6300 ga qo'yib beraymi? 6000 ga qo'yib bering aka. 5800 ga qo'yib beraymi? 5700 ga qo'yib bering. 5600 gachi? 5,5 gachi? Like patishkani bosasizlar. Iya. Damini berib yubordim. To'xtatmaylar akalar. To'rtta bolalar zo'r holatda akalar. To'xtatmaylar. 5500 generalni sizda. Burası 2020. 5500 ga generatsiya ichida. Sen bergan toza trekerimiz. Hozir bilgan bo'lsanglar 2000 dollar narx tushib ketdi. 20-yil toza 76 ming yurgan akalar. 14,5 dollarga qo'ygan mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, Avtomat korobka. Sraz 1000 dollar olamiz. 13500 dollarga kraskasi yo'q akalar, gaz suv svetlari bor. Toza mashina, to'rtta yangi balon, hadovoy, motor, korobka, o'ta go'zal holatda 70 ming yurgan mashina. Mashinaning yurgani ham o'ta go'zal holatda. Necha pulga berasiz? 13500 ga qilib beraman. 100 so'm o'tib bering. Unda generalnisini ichida qilib beraman. Hop, 13300 ga qilib berdi. Ha, 13300 ga tushib ketdi. Bu mashina 13400 ga generatsiya ichida. 3 yil ishlab chiqarilgan. 23-yil toza. 60 ming yurgan. 7800 dollar. 60 ming yuribdi akalar. Mana shu yerda pet kraskasini petnosi bor ekan akalar. Yigitlarni yotkizib qo'yibdi akalar. To'rtta bolalar yangi. Bo'laveradi aka. Mashina bitta iltimos qilsam aka. Bir 800 dollarga chiqarib bera olasizmi nomiga aka? Nomerga pasport qilib, bankini bir 2 million 800, 2 million 900 dan chiqarmi mana shu mashina? Hozir nima deyapsiz hozir? Bilasizmi? 1200 dollar mashinasidan olib olasizmi deyapsiz? Ha, qilib olasizmi bitta bonus qilib beraman deganingizga 800 ga. Bosishami? Bosadi. Nima deydi? Like. Podpiska. Akamga bittadan kamin to'xtatmasdan radadan qilib berib turinglar, bo'lmasa bu akalar 1600 1700 dollarga to'g'ri keladigan holat bo'lib qoluvdi. Endi uni qo'ladigan bo'lsa ukam aytayotganda 800 dollarga chiqarib bitta bonus. 3 milliondan pastiga oylik. 800 dollarga chiqyapti akalar. 800 ga chiqadi. 800 dollarga chiqarib. Hisob ketdi aka. 800 Yangi mashina aka. Kim o'lgib kelsa o'lgib kelsin. 800 ga o'zi nomer pasport qadaladi. Lekin bo'lmasa endi 6800 ga tushdik. Yo'q, 6600. Bunga 60 ming yurgan. Stop. 6600 narxi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. 6600 ga 800 dollarga chiqadi akalar. Bunisi 22-yil akalar, 40 ming yuribdi. Kapot bilan kriloda petnosi bor. Kapot kriloli petnosi bor ekan. 40 ming yurgan xolasi ulashgan. Yangi shoss parapga bo'lgan aka. Chevrolet Poli ham yo'q, yangi. 1300-1400 ga chiqa olar ekan akalar. Endi o'zi asli 2200 ga 2100 ga to'g'ri kelyapti. Endi hozir narxini tushirib qo'yganimiz hisobiga siz aytgan pulga chiqaradi. O'zi общий summasi 11,5 mingni endi 10500 ga qilib beramiz aka buni. Hisob bo'ldi. 1000 ga chiqadigan qilamiz. 1000 ga chiqadigan Ha, qilamiz. bo'ldi. 10500 yo'q ketdi akalar. Dadadadang bo'lib ketdi. Akalar mana mashina 22-yil. 20-yil toza kraskasi yo'q, oq qordagi. Uchinchi paytsa avtomat so'raganlar 20-yil toza kraskalar akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bunisini 80 ming yurgan. 2100 dollarga chiqyapti-ku. To'rtta bolalar zo'r holatda. Bu ham 1400, 1400 ga chiqarib beramiz. 1100 ga olib ketdi, 1100 ga. Общий narxi ham 10800 ga tushib ketdi. 10800 ga olib ketdi. yozib qo'yinglar, 10800 ga. 10800 ga olib ketdi. 11800 ga 10800 ga chiqdi. Aka, mana mashinamiz 2019-yil. Avtomat korobka. 4 yilga kreditga chiqar ekan aka. 4 yilga chiqar ekan. Bular 5 yilga chiqadi, bu 19 dan 4 yilga chiqadigan bo'ldi shartnomamizda. Kelish tuzu bank bilan ham. Bu mashinani aka bunday bo'ldi, 1800 bilan chiqar ekan. 4 yilga 3 million 900 mingdan chiqar ekan. Vaqti arzon chiqar ekan. Bo'ldi akalar. Endi общий summasini eshitayotgan akalarga 10,5 dollarga qo'ydim. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10 mingga qilib beraman. Nima dedingiz? 9600 ga qilib berasiz aka. 9500 ga qilib beraman. Hisob akalar. 9500 ga olib ketdi. 1800 bilan nomilay pasporti ham yo'q, yangi olsot dollar akalar, nomilay chiqadi. 3 million 900 atrofida chiqadi. Kraskasi bir 10% ekan. 800 ming so'mdan 400 ming aka. Bundan tashqari 1 yil bonusi ham bor ekan bunda. Bu mashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan. Ikki joyda 2020-yil bitta kriloli kraskasi bor ekan. 3-paytsa avtomat korobka.
400 ga chiqarib beraymi? 1300 ga chiqarib bering. 1200 ga chiqarib. Hisob bo'ldi. 1200 ga chiqadi akalar. Nomer, pasport hamma yo'q ishida akalar. Qiziq bitta ichlarini ko'rsatib qo'ying mashina. Tan narxi 1200 yo'q. Yo'qolsa qish kunida aka bekor yurmaylar aka. tan narxi 12100 mi? Yo'q, 11 mingdan chiqarishlar xolos. 11 ming. Akajon, bu xohlasa hammanglarni tekis Mashinalarni tanishtirdik akalar, like podpiskalar to'xtatmaymiz. 90 525 45 45 93 160 99 99 90 648 0001 91 193 0001 raqamlariga murojaat qilina oladi. Haligina qilib tushkin bor, u yerda deyotgan akalar unaqa joylar yo'q, unaqa joylar o'lgan, tugagan, yangisi mana O'zbekiston haligina lokatsiya bo'yicha to'rtta nomer ishlamasdan ulgurmaydigan bo'lsa, Andijon shahar Piyospet. O yangi bozor tushib olishyapti-ku. Mana aytyu. Yandex National chiqyapti. U noto'g'ri chiqyapti-ku. Akalar, iloji boricha 648 0001 ga lokatsiya deb yozinglar, hammanglarga tashlab beraman. Ha, Telegramga yozib qo'yinglar 648 0001 ga lokatsiya deb qo'yinglar, bo'ldi, tashlayman. Xullas kelam, kechasi men o'zi ham tashlab qo'yaman. Tashlab beringlar, to'g'ri. Endi u lokatsiyamiz noto'g'ri chiqyaptimi? Yandex National chiqyapti. Akalar, unda 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'y oladigan bo'lsa, bemalol xizmatlarimiz cheksiz, chegaralanmagan. Xudo xolasa, kech payt hali tug'ilgan kunga deydigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, kech paytmi, kunduzini tug'ilgan kunga otasiga, onasiga qilib bezab chiroyli qilib tabarkalar ham qilib beryapmiz. Rossiyaga minib boraman deydigan aka-ukalarga taksi bo'lsa ham, kredit bo'lsa ham esingga urib beryapmiz. Borib kelish xizmatini qilib yurishdi akalar. Ertaga kunga bismillah deb shashilamiz. Bugun kech paytgacha kesaklar ham bo'ladi, mashinalarni arzon qo'yib kechgacha sog'diramiz. Iloyim hali Chor atrofidan keladi, erta chorshanbaga hammanglar kutib qolamiz. Chormas bugun o'zda kelinglar, bugun o'zda kutamiz. Bugun o'zda ham kelinglar, kommentariy yozganlar.